Spark mashinasiga qilib berilgan ishlarni ko'rishingiz mumkin. Bitta baholab qo'yasizlar. Ikkita eshigi beskulchovi dostуп qilib berilgan. Starline signalizatsiyasi qo'yib berilgan. Azdon firmasidan video registrator qo'yilgan. Telefon yoki metka bilan kelgan paytda knopkani bossak, mashina yopiladi. Xuddi shu knopkani bossak, mashina ochiladi. Xo'p, salon ichida qilib berilgan ishlar. Polностью karbon qilingan. Malibu rul qo'yilgan. Magnitofon qo'yilgan. Tormoz bosib, tumankani bitta bossak, mashina zavod bo'ladi. Xuddi shu knopka orqali mashinani yana o'chirib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, kamera zadniy ko'rgan paytda polosalar qayriladi. Biz bu mashinada qilib bergan ishimiz. Xo'p, beskulchovi do'st chiqib ketgan, uni to'g'irlab chiqmaydigan qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu videoni Spark bor tanishlarga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.